yuqoriga qarab shiddat bilan ana Bekzod polvon mahkam bu. Ana Bekzod ana keldi yuqoriga qo'shqor. Hol. Ana navbatdagi marosonlarimizda e'lon qilamiz do'stlar. Bir qo'chqor bilan borasiz. Ana bir toy bilan qaytasiz. Bekzod polvon yuqori marramizga Bekzod polvon. Bir qo'chqor solimga tashlamagan bo'lsin. Bekzod polvon bo'lsin, ikkinchi ochkosi Bekzod polvonda, ikkinchi marrasi. Bekzod polvon bir qo'chqor solim berasiz. Bekzod polvonga omadlarni bersin mashhur polvonlarimizdan Bekzod polvon. Farg'ona Sarkin O'tkirjon Ulug'bekjonlarning dadasi Muhammad Ali Hoji bobomizning mashhur Napoleon nomlari bilan omon bo'lsin. Bekzod polvon yuqori marramizga qo'shqorga tashladi. Bekzod polvon Muhammad Ali Hoji bobomizning mashhur Napoleon nomlari bilan tashlamagan bo'lsin. Ana navbatdagi 20 polvonlar Devonbeyga tagani nazorat qilasiz, holatiga e'tibor qilasiz. Almashmaydimi hali tagamiz? Qora dengiz tulporlari maydonida Toshkentda istiqomat qiluvchi toshkentlik Jarariq mahallasida yashovchi toshkentlik tadbirkor Turopovlar sulolasining davomchilari, Faxriddin Hoji otamizning o'g'illari, Turopov Jasurboy akamizning ana ko'pkarlarning 23-marra sonlar davom etmoqda do'stlar. Qara chopimli itlar osmonda to'lindir bugun oylari. Bugun tulpor bo'ldi saman poylari. Otga mehr qo'ygan do'stlar bor bo'lsin. Muxlis bilan fayzlidir yurtim to'ylari. Uloqqa uzoqdan kelgani chap qanot, shiddatidan zavqlanar kelgan o'ng qanot, bosgan qadamlarga deymiz hasanot. Muxlis bilan tongdordir yurtim to'ylari. Vodiyu vohadan shahardan kelgan kabobchilar sovqotib sahardan kelgan polvonlar shuncha xalq siz uchun kelgan. Muxlis bilan fayzlidir yurtim to'ylari. Men o'sha yigitcha yurt erkatoyi, turgan joyim ilm o'tkazgan joyi, barishangizdan rozi bo'lsin Xudoyim. Muxlis bilan fayzlidir yurtim to'ylari. Omon bo'lsin. Bizni Akmal polvon omon bo'lsin. Akmal polvon. Muhammad Yusuf hojibomizning sharami bilan bir tona solimga tashlaganda pastki marramizga Qurbonbek polvon bo'lsin. Qurbonbek polvon 23 tosiga bir qo'shqor solimga Ravshan qassob o'g'illari, Rustam qassob o'g'illari, Ravshan hoji akamizning 222 nomlari bilan tonaga tegib berasiz. Ora kelinglar. Qo'shqor ekan, qo'shqorga yozib yozilgan ekan. Qurbonbek polvon bo'lsin. Qurbonbek polvon mashhur 222 bilan Ravshan hoji akamizning 222 nomlari bilan Qurbonbek polvon tashladi. Ana otdiyam polvon ham ikkinchi marrasi. Qani yuqorisi toy. Mahkam bo'ling. Ana ochinglar aytamiz. Ana Karim polvon. Ana Karim polvon mahkam bo'ling.
Ana muxlislarning oldiga bayroqlar intir. Ana halol navbatdagi 24-marra sonlarimiz. Ana 24-marra sonlarimiz oxirgidan oldingi marra sonlar yigitlar. Plazma televizor bilan borasiz, xona bilan qaytasiz. Taka bo'ldi, Karmakadan so'raymiz. Karim Polvon omon bo'lsin. Yurtimizning mashhur polvoni, O'rta Osiyo mashhur polvoni, Ko'pkari qiroli, Vodiy Ko'pkari qiroli, To'raqo'rg'onda polvoni Karim Polvon. Tabriklaymiz do'stlar. Karim Polvon omon bo'lsin. Qirg'iziston, Olabuqa, Asl akamizning Akulalarni mashg'ulotlari bilan Karim Polvon omon bo'lsin. Vodiy Ko'pkari qiroli. Bir to'y salom berasiz Karim Polvonga. Namangan To'raqo'rg'on, yurtimizning mashhur polvoni, Vodiy Ko'pkari qiroli Karim Polvon omon bo'lsin. Demaydi kim muxlislari, go'yi futbolni ham kelar alamo. Bor bo'ling Ko'pkarning chin muxlislari. Orangizda qizillarlar yurar, ijobatga darduolar yurar. So'ngqat sabr birini jonlab turar. Chin muxlislari, o'ylamang Zamar Hoji Asadbek qaramas bizga. Tashakkur aytaman muxlislar sizga. Siz borsiz Ko'pkarlar bo'ladi bizga. Bor bo'ling Ko'pkarning chin muxlislari. Omon bo'lsin. Asadbekjon sog' bo'ling, katta yigit bo'lgan, qara ko'tarildi. Ana Zoirbek polvon mahkam bo'lay. Ana Bog'ish polvonlar Zoirbek. Ana Zoir. Ana mahkam bo'l Zoirbek. Ana oxirdan oldingi marramiz pastga ketyapti polvonlar. Ana yuqoriga chopganlaringdan keyin tribunal yoniga chopasizlar. Qani pastga ketavering Zoirbek polvon. Ana haychini tribunal yoniga chopasizlar. Takalarni turib olamiz. Oxirda yangi taka bilan chopamiz yigitlar. Ana televizor plazma bilan borasiz. Xona bilan qaytasiz. Ana Zoirbek polvon mahkam bo'lang. Bordi pastki marramizga. Ana yuqoriga tribunal yoniga chopasizlar do'stlar. Do'mbekga keltiring. Bunları xona solim olasiz, xona. Go'sala solim olasiz, ho'kiz. Ana pastki marramizga Zoirbek polvon Qirg'iziston Asl akamizning xon namoqlari bilan bir televizor solim berasiz. Yerdan beravering. Ana Asl akamizning mashhur xona bilan Zoirbek polvon omon bo'lsin. Zoirbek polvon televizor plazmaga tashladi. Ana oldingi ishini yuqorisiga emas akamiz. Qirg'izistonlik mehmonlarimiz. Ana borishim qaytishim Qirg'iziston Olabuqa Asl akamiz zotlariga. Yarnish polvonni farzandlariga nasib tamom bo'lsin. Ana oxirdan oldingi marramiz yuqori chopilmoqda, tribunaga jo'nab borasizlar yigitlar. Ana xona solim olasiz, xona. Ana Go'sala. Ko'tar endi polvon. Ko'tar. Ana harakatlilar polvonlar. Harakatling polvonlar.
Islom polvon Andijon. Ana qayna Islom. Ana ko'tar endi. Ana oxiridan oldingi marra so'rovlarimiz Toshkentlik tadbirkor Yasir akamizni ko'pkarlari bugun Vodiy Namangan Daraqo'rg'on Dengiz Tulqori maydonida oxirgi oldingi marra so'rovlari. Aziz do'stlar, yurtga bersam bolam chaqam deb yashaydi. Riyosi yo'q, aslo uning mehri bir daryo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek, bolalariga ko'p bildirmas ammo dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. O'nda bo'lsa o'rni bola kuning uchun, o'g'lim ota shundan yaralgan uchun, qizim parilardan chehrasi gurgun, yuzlari lolam deb yashaydi o'zbek. Momolari tetik, yuzga kirsa ham, bobolari qaysi yigitlardan ekan, nabirasin bir hovliga qilsang jam, to'shak yetmay to'nin to'shaydi o'zbek. Ehtirom yetganga ehromlar bor, kekka yeganga bo'yin etmaga izhor, beshigida jajji islomlari bor, tosh o'tmas qo'rg'onga o'xshaydi o'zbek. Diyorbek kim bo'lding o'xshasin topib, o'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Yomon she'r aytsang-da yelkaga bo'lsin, har kunimiz so'raversin. Ana Qurbonbek polvon mahkam bo'ling. Ana Qurbonbek polvon mahkam bo'lasiz. Ana tribunaga chiqib kelasiz Qurbonbek. Adashmasak, adashgan bo'lsak uzr. Ana Qurbonbek. Ana keldi yuqori to'ra. Ana to'ra. Ana Qurbonbek. Ana shunday chop. Tashlang, chopmaylaringda, o'ynayotgan xizmatingizda. Ana yangi to'ping. Birinchi sinov keyin tashlatamiz. Eskidagi o'g'rilik Qurbonbek polvon musoldiring Qurbonbek bosh bo'lib. Qurbonbek polvon Botirxon akamizning, Daraqo'rg'on Botirxon akamizning yangi traversi 701 nomlar bilan nechayam marra qilgandi bor. Yangi Botirxon akamizning yangi traversi 701 nomlar bilan Qurbonbek polvon bo'lsin, yangi otara muhtoq kelgan bo'lsin. Ana, istagan olding yangisini tashlating. Ana, yurtimiz salom. Ana, tashang yerga tushsin taka. Qanaqa ko'taring. Ana. Tashang marraga. Ana taka yerda do'stlar, yangi taka. Ay, to'rtta sarka. Ana Toshkentlik Jasur akamizning ustozlari, Rakat mahalla Farxonjon akamizdan 25 million so'm usta. Kalonkalar o'tmuş. O'lfiya bilan borasiz. Ikkita to'y, to'rtta sarka, 25 million so'm aytasiz. Akajoyga bo'ladi to'yimizning oxiri. Aziz do'stlar, bugungi o'g'limizga katta xizmat ko'rsatayotgan ijtimoiy tarmoqlarda Dilmurod TV, Azizbek Uz, Dilmurod akamiz. Ana bordi pastga, qani yuqoriga qilasizlar yigitlar. To'yimizning oxiri. Ana to'y sohibi Jasur akamizning qadrdon akalari. Ana shu maydon egalaridan omon bo'lsin, Alimardon akamizdan ikkita to'y, to'rtta sarka ustiga. Toshkent Rakat mahalla Jasur akamizning ustozlari. Farxonjon akamizdan 25 million so'm oxir. Ana ko'ramiz bugungi to'yimizning qahramoni kim bo'ladi? Ana to'yimizning oxiri Toshkent Darariq mahalla tadbirkor Turopov
Fahruddin otamizning yo'llari Jasurbek aka turib ketgansi. Ana oxirgi marra sonlar jabirmoqda do'stlar. Pastki marramizga morfiya solingan Andijon chempion polvonimiz, bizni qadrdon do'stimiz Islom polvon. Islom polvon bo'lsin, Farg'ona, Yormazor, Dilshod hojikamizning Spartak nomlari bilan morfiyaga ikkinchi marrasi. Ana ikkinchi marrasi Spartak bilan Omon bo'lsin Islom polvon. Yurtimizning mashhur polvoni, Andijon chempion polvonimiz Islom polvon. Qaysi otbos, kimga nasib qiladi qaysi ot? Polvonni zo'ri, otni zo'rini ko'ramiz hozir do'stlar. Qara Islom polvon, qaynading bugun Islomjon. Andijon chempion polvonimiz, yurtimizning mashhur polvoni, bizni qadrdon do'stimiz Islom polvon bo'lsin. Pastki marramizga morfiya solimiga Farg'ona, Dilshod hojikamizning Spartak nomlari bilan pastki marramizga tuyaga tashladi. Ana yuqorisi Jasur akamizning qadrdon akalari, maydon egalaridan Alimardon akamizdan ikkita to'y, 4 ta sarka, Toshkent Farhodjon akamizdan 25 million so'm usti oxir. Qara ko'tarilyapti oxir. Qara ko'tarilyapti oxir. Qara ko'tarildi polvon. Barsi bilan qara yetishmas. Qara ko'tarildi oxir. Ikkita to'y, 4 ta sarka, 25 million usti. Qara polvon. Qara Namangan Embarvay Center asoschisi Bobur Shohning yirtqich barsi bilan kelyapti oxir. Ahmad bolamizning yo'llari Bobur Shohni barsi bilan Karim polvon, ko'pkari qiroli. Taga joyida qoladi do'stlar. Xush ko'rdik do'stlar. Omon bo'lsin Vodiy ko'pkari qiroli Karim polvon, omon bo'lsin. Karim polvon halqi beramiz uka. Karim polvon, omon bo'lsin. Pasitringizni. Ana Karim polvon, o'rtoq Piyomoshlar polvoni Karim polvon, omon bo'lsin Namangan. Ahmad bolamizning yo'llari Embarvay Center asoschisi Bobur Shohning yirtqich barsi bilan bugungi to'yimizning qahramoni Karim polvon bo'lsin. Ana azizlar, duo qilamiz. Salina Xomin eldi. Qo'shiqlar ko'p bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Ana Ahmad bolam bilan Bobur Shoh onajonlar bilan umrlarimiz uzoq bo'lsin. Nazironamizning umrlari uzoq bo'lsin. Baxtiga Bobur Shoh sog' salomat bo'lsin. Karim polvon gullar yashasin. Barcha oxirlarga tashlasin. Amin. Allohu akbar. Xush ko'rdingiz do'stlar. Jasur akamizning mehmonlarini Allohim dargohlariga qabul qilsin. Xayla xomin to'y qilganlar murod maqsadlariga yetsin. Elda yurtda xo'sh kunlar ko'p bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Kelganlaringga mingdan ming rahmat do'stlar. Amin. Allohu akbar. Omon bo'lsin. To'y Yağıyor. Olsun.